Azizxon aka, hozir ijtimoiy tarmoqlarda jarimalar haqida gap so'zlar ko'payib ketdi. Hamma har narsani aytyapti. Aytingchi, jinoiy jarima qanchadan qanchagacha qo'llaniladi va uning summasi bugungi kunga, ya'ni 2026-yil 17-iyun holatiga necha pulni tashkil etadi? Temur uka qarangda, Jinoyat kodeksining 44-moddasi bor. Unda bari ochiq oydin belgilangan. Jinoiy jarima o'sha bazaviy hisoblash miqdorini 5 baravardan 600 baravargacha tayinlanadi. Hozirda bazaviy hisoblash miqdori 412 ming so'm bo'lsa, bu degani jinoiy jarima 2 million 60 ming so'mdan boshlanib 247 million 200 ming so'mgacha chiqib ketadi. Buni shunchaki pul deb baholamasligimiz kerak. Bu o'sha insonni tarixiga yoziladigan sudlangan degan nom deb tushunishimiz kerak. Keyin ishda ham, ro'zg'orda ham eshiklar yopilib qolishi mumkin. Har bir yigit buni bilib qo'ygani yaxshi. Yomon ekan-ku. Xo'sh, kundalik hayotimizda tez-tez duch kelib turadigan ma'muriy jarimalarchi? Ularning eng kami va eng ko'pi qancha bo'lishi mumkin? Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksning 25-moddasiga qaraymiz bu holatda. Unda fuqarolar uchun bazaviy hisoblash miqdorining 50 dan bir qismidan, ya'ni hozirda 8240 so'mdan boshlanadi. Va ba'zi holatlarda maksimum 400 baravargacha qo'llanadi. Ya'ni hozirda 164 million 800 ming so'mni tashkil etadi. Birgina noto'g'ri qadam bilan ro'zg'orning barakasini qochishi hech gap emas. Demak, mayda deb o'ylab xato qilishni cho'ntakka ham, oilaga ham qimmatga tushirar ekanda. Albatta har bir xatoni o'zini narxi bor deb bilaman. Shuning uchun men qonunni bilishni shunchaki qoida emas, xotirjamlik deb atagan bo'lardim.